Kelasizlarga shunaqa zo'r mashinalarni ko'rsataman. Videoda oxirigacha ko'rib turinglar. Birinchisi Porsche 911. Güzelligini qaranglar buni. Oldi tomondan ko'rinishi. Bu bir. Keyingisiga boramiz. Ikkinchi mashina Audi. Güzelligiga qaranglar. Bu ikkinchisi. Rolls Royce. Mashinalardan ko'rsataman. Kaskino'da shu aynan rol o'ynagan bu mashina. Ya'ni Kaskino'larda ko'p tushgan shunaqa mashinalarda. Bo'ladiganlar bor. O'zlaringlarda. Rolls Royce. Yana eng sevimli mashinalarimdan biri bo'lgan BMW. Seriozlikni ko'ryapsizlarmi buni? Juda dahshatli. Rengi ham neobычный ekan buni. Güzelligiga qaranglar buni. Davom etamiz. Endi Derskiga ochamiz. Jeep. Bu mashinani ko'rgandan keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, seriozlashib ketib qolasiz ekan yana. Tog'larga chiqishga ketib qoladimi, bilmayman. Ichini qaranglar. Yamanca seriozli mashina ekan. Jeep. Keyingisi Bentley. Qaranglar. Keyingisi yana bir eski mashina. Qo'yamizlar. Shunchaki ilindim sizlarga. Ko'rgan bo'lsangiz ham mumkin buni. Lekin shuna bo'lsa ham ilindim. Qaranglar. Subhanalloh. Bora-bora O'zbekistonda ham yo'q mashinalar ko'payib boryapti, bilasizlar. Qoyil. Sizlar uchun bir ilindim ko'rsatib qo'yay deb like bosarasizlar yana kelar.